Assalomu alaykum yaxshilar. Hammalaringizga xayrli kech. Isom bandaga mana bugungi kunam o'tdi. Kun kech bo'ldi. Endi anavni ko'rib, videolar ko'rib, narsalarni ko'rib o'tirdim. Men Instagramga ham qo'yuvdim, TikTokga ham narsalarni qo'yuvdim. Bularga chiqish menga oson bo'lmadi. Juda qattiq ko'p o'ylab chiquvdim. Lekin sizlar bilan gaplashayotganday, dardlashayotganday juda xursand bo'lib, o'zimda hayotimga bir mazmun kirganday bo'lib qoldi. Yaxshi gaplar juda ko'p ekan. Rahmat. Podpiska bo'lganlaringiz uchun, meni qo'llayotganingiz uchun juda minnatdorman. Bir negativlar ham bor ekan. Mayli. Har xil haqoratli gaplar yozibdi, mayli. Bular ham o'zim o'ylaganini yozgan endi. Hamma har xil. Mayliga. Nima bo'lsa yaxshilik bo'lsin. Hammangizni yaxshi ko'raman.